Bu mavzuda aniq xato qilgansiz. If ya'ni agar so'zi bilan tuziladigan naq 4 xil turdagi shartli gap, ularning ichida qo'llanish kerak bo'lgan zamonlar. To'xtang. Bu mavzuni hozir 10 daqiqada tushuntirib tashlayman. Avvalambor darsga o'tishimizdan oldin sahifamga obuna bo'ling, videoga like bosing va birozgina vaqtingizni sarflab izohlarda faol bo'ling, chunki faqatgina shu yo'l orqali men sizlarga yanada ko'proq videolarni taqdim qila olaman. Shartlarni bajardingizmi? Unda boshladik. Shartli gaplar 4 xil turda bo'ladi. Birinchisi zero conditional. Eslab qoling, uni biz har doim haqiqat bo'lgan holatlar, qonuniyatlar, faktlarga nisbatan ishlatamiz. Misol uchun, kam uxlasangiz, tabiiyki charchaysiz yoki suv 100 gradusgacha qizdirilsa, u qaynaydi. Bu shunday qonuniyat, fakt, to'g'rimi? Yoki agar gullarga suv quyilmasa, ular qurib qoladi. Endi gap tuzilishiga o'tamiz. Zero conditionalda if dan keyin present simple keladi va gapimizda virgul qo'yganimizdan keyin ham yana present simple keladi. Misol uchun, if you heat water to 100 degrees, it boils. Gapni ikki qismida ham present simple da ko'rishingiz mumkin. Ko'proq hayotiy misollarga o'tadigan bo'lsak, misol uchun, if I drink coffee at night, I can't sleep. Kechqurun qahva ichsam, uxla olmayman. Bu har doim haqiqat bo'lgan holat, oddiygina men haqimdagi fakt. Yoki if my baby cries, I check the diaper. Ya'ni bolam yig'lab qolsa, men uni pampersini tekshiraman. Bu ham har doim sodir bo'ladigan holat. Formulaga alohida e'tibor bering. If plus present simple virgul qo'yamiz, keyin present simple gapimizning ikkinchi qismida ham bo'ladi. Endi siz hoziroq hayotingizdan turli xil faktlar, holatlar, o'zingiz haqingizdagi gaplarni aynan zero conditional yordamida tuzib qoldiring. Men esa shaxsan har birini o'qib chiqaman. Ikkinchi tur first conditional deb ataladi va biz uni haqiqatdan hayotda sodir bo'lishi mumkin bo'lgan ehtimoliy holatlarga nisbatan ishlatamiz. Misol uchun, to'xtab tur, hozir yomg'ir yog'sa ko'chaga chiqmayman. Agar boy ko'proq premiya chiqsa, telefon sotib olardim. Endi gap tuzilishiga e'tibor bersak. If it rains, we'll stay home. E'tibor bering, if qismida present simple keldi, virguldan keyin biz kelasi zamonda gapimizni tuzamiz. If it rains, we'll stay home. Yana bir misol, agar ishimni erta tugatsam, senga qo'ng'iroq qilaman. Haqiqatdan ehtimoliy holat. Rostdan ham ishimni vaqtliroq tugatishim mumkin. Demak, gapni tuzamiz. If I finish my work earlier, I'll call you. E'tibor bering, gapimizni if qismida present simple dan foydalandik, davomida will call you deb aynan future kelasi zamon bilan gap tuzdik. Uchinchi turi second conditional deb ataladi va u faraz qilishni yaxshi ko'ruvchilar uchun bo'ladi-ku. Barchamiz haqiqatga yaqin ham kelmagan narsalar haqida o'tirib niyat qilamiz. Agar bunaqa bo'lganda edi, agar bunaqa bo'lganda edi va hokazo. Misol uchun, Pulim bo'lganda shunda BMWni bosib olgan bo'lardim de. Prezident bo'lganimda yozda o't yo'lishni man qilib qo'ygan bo'lardim. Ko'rganingizdek, bu holatlarning barchasi haqiqatdan uzoq real bo'lmagan faraziy holatlar. Aynan shu holatda second conditionalni ishlatar ekanmiz. Endi gap tuzishga e'tibor bersak. Agar pulim ko'proq bo'lganda, mashina olgan bo'lardim. If I had more money, I would buy a car. E'tibor bering, gapimizni if qismida o'tgan zamondan foydalandik. Hozirgi zamonda have money bo'lsa, o'tgan zamonda had money. Va gapimizni ikkinchi qismida esa would ga fe'l qo'shdik. To siz shunchaki would to buy emas, would buy deb qo'lladik. If I had more money, I would buy a car. Yana bir misol, agar u bu yerda bo'lganda bizga albatta yordam bergan bo'lardi. If she were here, she would help us. E'tibor bering, gapimizni birinchi qismida if she were here deb o'tgan zamonni qo'lladik va ikkinchi qismida she would help us. Demak, shunchaki would ga oddiy fe'lni qo'shib gap tuzdik. Endi savol tug'ilishi mumkin, nima uchun if she was emas, balki she were? Aynan shartli gaplarda mana shunday holat kuzatiladi. If I were you, if she were here deb bemalol qo'llanilsa bo'ladi. Va to'liq tushunishimiz uchun yana bir misol, agar yolg'iz bo'lganimda edi, turmush qurmaganimda edi, butun dunyoni kezardim demoqchi bo'lsak, if I were single, I would travel the world. E'tibor bering, gapimizning birinchi qismi past simple'da, ikkinchi qismida would ga fe'lni qo'shib gap tuzdik. Va so'nggi 4-turdagi shartli gap
third conditional deb ataladi. Biz uni afsuslar haqida gapirish uchun ishlatamiz. Ya'ni bo'lgan ish bo'lib bo'ldi, lekin biz afsus chekib, o'shanda mana bunaqa bo'lganda edi deb o'tib ketgan narsaga nisbatan, o'tmishga nisbatan afsus bilan gapiramiz. Aynan shu holatda third conditionaldan foydalanamiz. Misol uchun, O'shanda oyim aytganlariga kirib o'qiganimda hozir bitta ishda ishlayotgan bo'larmidim. endi sizlar bilan gap tuzishni ko'rib chiqamiz va formulani eslab qolamiz. Agar o'qiganimda imtihondan o'tgan bo'lardim. Imtihon o'tib ketdi, o'ta olmadim. Endi afsus bilan gap tuzaman. If I had studied, I would have passed the exam. Endi e'tibor bering, gapimizning birinchi qismida if I had studied. Bu past perfect zamoni had va fe'lning uchinchi shaklini qo'lladik. Gapimiz davomida esa would have va fe'lning uchinchi shakli qo'llanildi. Yana bir misol. Agar ular ertaroq kechganda, o'sha samolyotni o'tkazib yuborishmasdi. If they had left earlier, they wouldn't have missed the flight. Mana endi inkor gapni tuzilishini ham ko'rib oldingiz. Demak, gapimizning birinchi qismida if plus past perfect, ya'ni if had keyin fe'lning uchinchi shaklini qo'lladik. Virgul qo'yganimizdan keyin esa wouldn't have va fe'lning uchinchi shakli. Agar oddiy gapda would have bo'lsa, inkor gapda wouldn't have bo'lar ekan. Endi qizimizning misolini eslaydigan bo'lsak, ona, sizni gapingizni eshitganimda bu xatoni qilmasdim. Sizni eshitganimda, if I had listened to you, I wouldn't have made this mistake. Dars so'ngida esa sizlarga aniq shpargalka bermoqchiman. Eslab qoling. Zero conditional bu haqiqat bo'lgan faktlarga nisbatan ishlatiladi. First conditional kelajakda sodir bo'lishi mumkin bo'lgan haqiqiy holatlarga nisbatan. Second conditional faraz, ya'ni bo'lishi mumkin emas bo'lgan narsalar uchun. Va so'nggi third conditional afsus va nadomat uchun ishlatiladi. Mana sizlar bilan 4 xil turdagi shartli gaplarning barchasini ko'rib chiqdik. Yanada to'liqroq mavzuni tushunmoqchi bo'lsangiz, Lingua Barno Telegram kanalimga o'ting. U yerga yarim soatlik shu mavzudagi video darslikni yuborib qo'yaman. Uyga vazifalarim bilan ko'rib, maza qilib bajarsangiz bo'ladi. Sizlar bilan esa endi izohlarda ko'rishamiz. Barcha turdagi shartli gaplar bo'yicha shaxsiy gaplaringizni tuzib qoldiring. Har birini shaxsan o'zim o'qib, tekshirib beraman. Shu o'rinda sahifamga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi darslarda ko'rishguncha, bye bye.